Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun Norvegiya bo'ylab sayohatimiz davomida bir narsani ko'rib juda ta'sirlandim. Bilasizmi bu narsa nima? Do'stlar, mana o'sha narsa. Mana shu narsani ko'rib juda ham ta'sirlandim. Sababi nimaga? Sababi bu yurtni vakillari birdamlikda mana shunday bir ekologiyani toza saqlashda birgalikda davom etyapti. Sababi mana shu musorni yashik bo'lsa, mana bu almashtiriladi va yangisi quyiladi, eskisini masalan men ko'rdim, to'lganini olib musorni o'sha konteynerlarga tashlayapti. Nima demoqchiman? Biz ham o'zimizni yurtimizda, o'zimizni vatanimizda o'shanaqa birdamlikda tozalikka rioya qilsak, toza yurtning avlodi sog'lom bo'ladi. Toza yurtda baraka bo'ladi do'stlar. Toza yurtni ekologiyasi mana shunaqa bo'ladi deb o'ylayman do'stlar. Eng yana nima uchun demoqchiman, bu narsa absolyut tekin qo'yilib ketyapti do'stlar. Qarang, hech kim tekingan emas, o'g'irlagan emas yoki boshqa narsa qilmagan. Shu yerda turibdi, qolgan narsani faqat almashtirib, birgalikda, hamjihatlikda o'sha narsani yo'lga qo'ygan do'stlar. Bu videoni ko'rib kimlardir o'ziga kerakli bo'lgan xulosani oldi deb o'ylayman. Mana shu tomosha qilgan videomizda do'stlar, barcha vatandoshlarimizga ulashsangiz, ko'rgan odam mendaqa ta'sirlanib, albatta yurtimizga, mana shu yurtimizni toza saqlashda o'zini hissasini qo'shadi deb o'ylayman do'stlar. Yurakdan aytyapman, shu bugungi ko'rib ta'sirlangan narsam mana shu bo'ldi do'stlar. Hammamiz yurtimizni birgalikda toza saqlashlik nasib qilsin, yurtimiz tinch bo'lsin, prezidentimiz omon bo'lsin, aholimiz sog'lom bo'lsin. Kelajakda katta maqsadlarga erishaylik. Olg'a O'zbekiston!